Assalomu alaykum aziz ko'rishuvchilar, Yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun lolalar haqida sizlarga qisqacha video rolik tayyorlamoqchiman. Bu lola guli ko'rib turganlaring mahroviy sorti. Hozirda moda bo'lgan, trendda bo'layotgan lolalar sortidan bu katta gul ochadi. Hamda hamilyon sorti, ya'ni rangi har xil. Xo'p, lola gullarini kuzdan boshlab ekish tavsiya etiladi. Hamda yer yuziga yaqin joylashgan holatda ekish kerak. Lola guli qanchalik quyoshda erta ko'rsa, quyoshli joyga ekilsa, shunchalik erta ochiladi. Soyaroq joydagi lolalar esa kechroq ochiladi. Lolalarni piyozi qanchalik katta bo'lsa, guli ham shunchalik katta ochiladi hamda tez detga beradi. Har yili piyozi katta bo'lgan lolalar ikkitadan detga berishi mumkin. Xo'p, lola gullarimizni har 2-3 yilda piyozini kovlab yerni yuzasiga yaqin holatda ekib qo'yish kerak. Sababi lola qanchalik yosh katta bo'lgan sari yerni tagiga kirib boraveradi. Shunchalik gul chiqishi qiyinlashib boradi. Shuning uchun har 2-3 yilda lolani piyozini kovlab turib, teparoqqa, yuzaroqqa ekib qo'yish tavsiya etiladi. Bu lola ikkita ochilgan ekan, bitta tupida. Yosh kattaroq lolaga o'xshayapti. Xo'p, lola gulini ko'pchilik kuzda kovlab olib, yana bahorda ekishadi. Bu narsani tavsiya qilmasdim. Sababi lola guli yonidan detga berish uchun yerda qolish kerak. Yerda qolganida lolalarimiz detga berishni boshlaydi. Shuning uchun uni kovlab olmasliklarini tavsiya qilar edim. Bu lolalarga kelmoqchi bo'lganlar uchun Toshkentda Magic City'da orqa tomoni Milliy bog'da shunaqa lolalar ochilgan. Toshkentliklar bo'lsa bemalol kelib lolalarni ko'rib ketsalaring bo'ladi. Juda ham chiroyli. Har bitta joyda lolalar ochilgan, har xil svetlardan. Men shu joydan sizlarga syomka qilyapman. Mana juda chiroyli lolalar. Bularda hidi bor ekan. Hidlari bor lolalar ekishgan ekan. Hammasi mahroviy sortlar. Mana bu varaq sorti. Juda chiroyli lola. Aytib o'tgan maslahatlarimga amal qilsalaring, xudo xohlasa sizlarda ham lolalaring chiroyli bo'lib, o'sib katta bo'ladi. Ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan keyin ham xudo xohlasa chiroyli ma'lumotlar berib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.